Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hamyurtlar, dehqonchilikka qiziqadigan opa-singillar, aka-ukalar. Sizlar bilan bu o'zimni kichkina tomorqamdan bir kichkina video qilishga qaror qildim. Mana ko'rib turgan shaftoli ko'chatimiz o'tgan yil joyiga ekib, joyiga o'tkazib, payvand qilganman. Mana buni qarang, Allohga shukr, bu yil kichkina bo'lsa ham hosilga kirgan. Bu hosilni hali kichkina tanasi, hosilni ushlab biladimi yo'qmi bilmadim. Mana bu ikkinchisi. Mana ikkita tanasiga urgandim, o'zaki bitta, lekin bittasi bollama endi nima qilgan, tegib sindirgan, bittasi singan. Ikkalasi ham olganda, bu ham hosilga kirgan. Nimalar qilib hosillarimizni sug'orish uchun suv ochsak bizga loyiqa suv deyish, endi yaxshi suv bor kanaldan keladi. Mana bu asli o'zaki olma ko'chati, olma ko'chatiga ikkita nimasiga, tanasiga nima urgandim? Nok narsadan payvand qilgandim. Buni qarang. Allohning bir mo'jizasi bu ham bir yil bo'ldi o'sha nimasi, bir yillik bo'ldi, shu yil bahorga bir yil bo'ldi. Payvand nimasi o'zaki o'sha gulga kirgan. Bu yerda kartoshka ekanman, mana bu yerda o'rik danaklarini ekanman. O'rik danaklarini sug'orishdan suv ochdim, suv yo'q edi, shu paytgacha suv keldi. Mana bu yerdan o'zimni nimalarimdan, shu yil sotgan o'riklarimdan ortib qolgan kichkinalari, mana bozorda endi chiqarib sotib bo'lmaydi, ortib qolgan ularni qaytib o'tkazib nasib etsa, xudo xohlasa bu yilgacha qaytib katta bo'ladi bular. Yana qaytib sotaman yo payvand qilaman joyiga. Mana bu orqadagi mana bular ham nima, shaftoli ko'chatlar. Ularni ham qaytib o'tkazib chiqdim. Mana bu payvand qilganlarim ham shaftoli ko'chatlari. Ozgina nimasi baquvvatrog'i, yaxshirog'i payvand qilinadi. Payvand qilingan mana bu yerda. Mana shu yerdan boshlab, mana shu yerdan bu yog'iga o'zi o'rik danaklarini ekkanman. Bir hozir kavlab ko'rdim, o'zi ildiz osishni boshlabdi. Mana shu yerdan bir ariqcha ochib, kichkina ariqcha ochib, nima shu yil qolgan o'rik danaklarini, o'rik nimalarni, ko'chatlarni o'tkazib chiqaman. Mana bu yerda shaftoli ko'chatim qolgandi, kattaroq o'zaki. Shunga payvand urgandim. Bular gilosdan tagiga shu yil ko'p gilosni bilasizlar, gilos zaydara gilosning tagidan o'zi ildizdan ko'payib ko'p chiqadi. Mana bu yerda giloslarni, katta giloslarni payvand qilganman. Giloslarni ham shu yerni chegara chelida o'tkazib chiqqanman. Bir xillarni payvand qilganman. O'zaki kattalarni. Ko'rishingiz mumkin. Payvand nasib etsa olish arafasida. Chunki nima ularni ochyapti, pindiqlari ochilyapti, barglari ochilyapti. Iskana payvand qilgan ularni. Bu shu yilgi ko'chatlarimni shu yil sotgan ko'chatlarimni tagi. Ularni ko'chatlarimni sotib bo'ldim. Tagini nima qilib bo'shatib ag'darib qo'ydim. Nasib etsa bu yerga Xudo xohlasa mayda opcha deydi endi. Baklajonmi? Birolarni ekamiz nasib etsa. Bir ma'lumot esimdan chiqib qolibdi aytish. Endi bilganga ortiqcha qilmaydi, bilmaganga foyda. Agar siz ham shu o'rik danaklarini yo danak ekkan bo'lsangiz, agar sug'orishda e'tibor bering. Sug'orishda mana bu juyasini tepasiga ham chiqishi shart emas. Bir tagidan shu yarimigacha chiqsa agar shu nimasi zav olsa bo'ldi. Chunki hozir danak yorilgan, agar suvni ko'p berib yuborsangiz, agar danak mag'ziga suv kirib, danak ilvirab qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling.
sug'orishda ko'p bo'ktirib sug'orish shart emas. Normani o'rta hol ichsa agar bas suv o'zi shu har 4-5 kunga bir sug'orib tursangiz agar bir chiqqancha bir kuchini olgancha keyin nasib bo'lsa yog'i ketaveradi. Barchaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa agar bitta like bosib, kanalga obuna bo'lmasangiz agar obuna bo'lib qo'ying. Nasib bo'lsa sizlarga manfaatli bo'lgan yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilamiz.